Eshitdim, bolang kasal ekan. Menga ham o'rtog'im $1000 bergandi, 500 ni uxlatib, 500 ni berdim. Sen ham buni $500 bersang, $500 ni o'zingga ol, bolangni davola. Baribir o'rtog'im bunga telefon qilib, shogirdim qancha pul olib kelib deb so'ramaydi. Jasurbek, mana u $1000 pul. Orqa mahalladagi uy yonib ketgan aka bor-ku, taniysan-a? Ashunga berib qo'yasan, bizning ehsonimiz. Aka, to'g'ri, men pulga muhtojman, lekin pastkash emasman siz o'ylagancha. Men shu birovni haqqidan urib qolgan pulimni bolamga borib ishlatamanmi? Alloh ko'rib turibdi-yu, ustozim yo bu ko'rmagani bilan. Meni bolamga shifo beradi deb o'ylayapsizmi? To'g'ri, meni bolam kasal, lekin vijdonim kasal emas. Nima bo'ldi? Chiqilib sinovdan o'tdimi? Oshna cho'tki, 100% o'tdi. Bemalol ishonib jo'natib olsang bo'laveradi. Ha, Jasurbek, nima bo'ldi? Borib keldingmi? Usta aka, rosa xursand bo'lishdi. Pulni shunday bersam, ko'rib rosa chin dildan siz duo qilishdi. Jasurbek, men sendan rosa xursand bo'ldim. Ustoz bo'lib men senga ishonardim-ku, lekin bir marta sinab ko'rdim. Oshna meni bitta narsa o'ylantiryapti-da shu. Tinchlikmi oshna, nima gap? Xullas, oshna vohadan bitta obyekt olgandim. O'shanga bitta brigadamni vohaga jo'natishim kerak. Shu brigadaga bitta katta usta kerak. Bitta shogirdim bor-u, ishi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Faqat halolligini bitta sinab ko'rish kerak. U obyektni men hali ko'rmaganman. O'zi borib, o'zi o'lchab, o'zi baholaydi. Pulni aldab qo'ymasligi kerak men. Qaysi shogirding o'zi oshna u? Doim yonimda yuradigan Jasurbek bor-ku. Shunga siqilyapsanmi oshna? Men o'zim sinab beraman, bitta reja. Sinovimdan a'lo darajada o'tdi. Mana $1000 pul senga, o'zingni bolang kasal ekan, bir og'iz nimaga aytmading? Bugun olib borib farzandingni yotqizgan. Indinga Xudo xolasa voqeaga ketasan, komandaga bosh bo'lib. Farzandingdan xavotir olma, men o'zim xabardor bo'lib turaman. Sinaganimdan xafa bo'lmagin. Ustoz bo'lib nima o'rgatgan bo'lsam, mingdan ming roziman. Dadajonim, sizning har bitta aytgan gaplaringizda hikmat bor ekan. Ey o'g'lim, rizqingni ulug' bo'lishi sening halolligingga bog'liq deb aytgandingiz. Mana bugun sizning o'gitlaringizdan tarbiya olib, haromdan hazar qilgan edim. Alloh meni mukofotladi.